Amakim ancha qarib qolgan, uning bolalari namoz o'qishmaydi. Eng achinarligi o'zi hech ham namoz o'qimagan, masjidga ham kirmagan. Uni soz kelganday namoz o'qigan solih odamlarni masxara qilardi. Men unga bu voqeani aytib bermasimdan oldin, "Ey amaki, Arslondan qochgan kishining voqeasini eshitganmisiz?" dedim. Amakim yo'q deya javob berdi. Bir kishi o'rmonda yurgan edi. Keyin bir tovushni eshitib, darrov orqasiga qaradi. "O Xudoyim!" Birdaniga gavdasi katta arslon yugurib kelayotganini ko'rdi. Yuragini og'ziga olib bor kuchini yig'ib qochdi. Arslon bo'lsa orqasidan qolmay o'rmonni shovqin qilib harilab kelayotgan edi. Arslon unga yaqin qolganda eskirgan quduqqa yo'liqib darrov unga berkindi. Suv tortadigan arqonga osilib, quduqning ichida silkinlanib turdi. Damini bosib, qo'rquvsi ketib, arslonni jahli tarqaganda birdaniga quduqning ostidan ilonning fishillagan tovushi eshitildi. Kishi bu ilon bilan arslondan qutulish yo'lini o'ylab turganda, kutmagan yerdan qora sichqon bilan oq sichqon paydo bo'ldi. Bechora osilib turgan arqonni kemirib titishni boshladi. Kishi sichqonni ketkazish maqsadida arqonni silkillatdi, lekin hech qanday natija ro'y bermadi. Arqon bo'lsa uzilishga ozgina qoldi. Hayratga qoldirgan narsa, arqon betidan qadimgi asal ta'mi tushdi. Hamma narsani unutib asalni ta'mini torta boshladi. Asalni ta'mi juda shirin va lazzatli ekan. Sichqonni va arslon bilan ilonni unutib qoldi. Shunda amakim menga bunday dedi: "Bu nima degan aqlsiz kishi? Arqon bo'lsa uzilay deb turgan bo'lsa, u asalni ta'mlagani nimasi?" Men aytdim: "Ey amaki, u kishi sizsiz. Arslon bo'lsa o'lim, siz bilan bizni poylab yuradi. Ilon bo'lsa qabr, gumonsiz bizni kutib turadi. Oq sichqon bilan qora sichqon esa kun bilan tun umrimizni arqoni uzilgancha kemiradi. Ey amaki, asal bo'lsa bu dunyo, yana uning maishatlari, uning lazzatli ta'mi sizning orqangizdagi o'limni, ya'ni hisob kitobini unuttirib qo'ydi" dedim. Shunda amakim uyga ketdi. Ertasi uning yuzini ko'rdim. Yuragim iymon qamirabdi. Tahoratini olib masjidga qarab yo'l oldi. Quvonchlisi amakim hamma kuchini dinga yumshagan edi. Sadaqa berishda, masjidlarni solishda bizni ortda qoldirdi. Hattoyinki namozda avvalgi safda bizdan o'zdi. Unga tabriklar bo'lsin. Ey Allohim, bizga yana bu tasmani eshitib tarqatganlarga uzun umr, yaxshi solih amallarni nasib et. Jannatga Robbim sening namozingni o'qib borishlikni hamma bandalaringga nasib et.